pensiya guvohnomasi faqat men pensiyadaman degan oddiy qog'oz yoki plastik hujjat emas. Ko'pchilik uni faqat pensiya pulini olish, bankka ko'rsatish yoki biror idorada pensioner ekanini isbotlash uchun kerak deb o'ylaydi. Lekin amalda pensiya guvohnomasi orqali siz bilmagan bir qator imtiyozlar, yengilliklar va huquqlardan foydalanish mumkin. Eng muhim tomoni shuki, bu imkoniyatlardan foydalanmagan odam o'z pulidan, vaqtida olinishi mumkin bo'lgan yordamdan va qonuniy yengilliklardan bexabar qolib ketadi. Bugun men sizga pensiya guvohnomasining hech kim ko'p gapirmaydigan 9 ta yashirin imkoniyati haqida juda aniq, sodda va hayotiy misollar bilan tushuntirib beraman. Bu ma'lumot nafaqat pensiya yoshidagi insonlarga, balki ularning farzandlari, nevaralari, qarindoshlari uchun ham juda muhim. Chunki ko'pincha pensionerning o'zi bu ishlar ortidan yugura olmaydi, hujjat to'play olmaydi, qayerga borishni bilmaydi. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va oxirigacha ko'ring. Chunki bugungi ma'lumot sizning oilangiz byudjetiga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Avvallari pensiya guvohnomasi ko'proq qog'oz shaklida yurardi. Odamlar uni hamyonida saqlardi. Ayrimlar esa uyda hujjatlar papkasiga solib qo'yardi. Kerak bo'lsa, mahallaga, bankka, poliklinikaga yoki ijtimoiy himoya idorasiga olib borib ko'rsatardi. Lekin ko'p holatda tizimlar bir-biri bilan bog'lanmagan edi. Masalan, bir idora siz pensioner ekaningizni bilsa, boshqa idora yana alohida ma'lumotnoma talab qilardi. Natijada odam bitta imtiyoz uchun ham bir nechta joyga qatnardi. Hozir vaziyat asta-sekin o'zgargan. Ijtimoiy himoya, bank tizimi, kommunal xizmatlar, tibbiyot muassasalari va ayrim mahalliy imtiyozlar elektron tizimlar orqali tekshiriladigan bo'lib bormoqda. Lekin bu yerda eng katta muammo shuki, tizim o'zgargan bo'lsa ham odamlarning xabardorligi o'zgarmayapti. Pensionerlar orasida menga hech narsa tegmaydi. Bu faqat nogironligi borlarga faqat tanishi bor odam oladi. Buning uchun albatta pul so'rashadi degan noto'g'ri tushunchalar bor. Men ekspert sifatida ko'p ko'radigan holat shunday. Odamda pensiya guvohnomasi bor, lekin undan faqat oyma-oy pensiyasi olishda foydalanadi. Aslida esa bu guvohnoma pensioner maqomini tasdiqlaydi. Pensioner maqomi esa ayrim joylarda chegirma, ayrim joylarda navbatsiz xizmat, ayrim joylarda moddiy yordam, ayrim joylarda tibbiy yengillik, ayrim joylarda soliq yoki to'lov bo'yicha imtiyoz olishga asos bo'lishi mumkin. Muhimi, har bir imtiyoz avtomatik berilavermaydi. Ko'pida ariza berish, hujjat ko'rsatish, mahalladan ma'lumot olish yoki tegishli tashkilotga murojaat qilish kerak bo'ladi. Ko'pchilik pensionerlar elektr, gaz, suv, chiqindi yoki issiqlik to'lovlarini oddiy fuqaro kabi to'laydi. Albatta, hamma pensionerga bir xil chegirma bor deb aytish noto'g'ri. Lekin ayrim toifalar, masalan, yolg'iz yashovchi keksalar, kam ta'minlangan oila tarkibidagi pensionerlar, nogironligi bo'lgan pensionerlar, boquvchisini yo'qotgan yoki doimiy parvarishga muhtoj shaxslar, kommunal to'lovlar, kompensatsiya yoki manziliy ijtimoiy yordam bo'yicha tekshirdirish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Masalan, 72 yoshli onaxon yolg'iz yashaydi. Pensiyasi 20 million 7 ming so'm bo'lsin. Qishda gaz va elektr to'lovi oshadi. Dori darmon xarajati ham bor. U mening uyim bor, demak menga yordam berilmaydi deb o'ylashi mumkin. Lekin aslida mahalladagi ijtimoiy xodim yoki inson ijtimoiy xizmatlar markazi orqali uning daromadi, yashash sharoiti, yolg'izligi, sog'lig'i o'rganilishi mumkin. Pensiya guvohnomasi bu jarayonda uning maqomini tasdiqlovchi asosiy hujjatlardan biri bo'ladi. Men tavsiya qiladigan birinchi ish, pensioner o'zi yoki farzandi mahallaga borib, kommunal to'lovlar bo'yicha, kam ta'minlanganlik yoki ijtimoiy yordam bo'yicha menga qanday imkoniyatlar bor, yozma tartibda tushuntirib bering deb so'rash kerak. Og'zaki sizga bo'lmaydi degan gap bilan to'xtab qolmang. Ariza berilsa, masala rasmiy ko'rib chiqiladi. Pensiya yoshidagi insonlar tibbiy xizmatga ko'proq murojaat qiladi. Qon bosimi, yurak, qandli diabet, bo'g'im og'rig'i, ko'z muammolari, eshitish pasayishi kabi kasalliklar ko'payadi. Pensiya guvohnomasi ayrim holatlarda poliklinikada maqomni tasdiqlash, ijtimoiy himoyaga muhtoj guruhga kirishni aniqlash, bepul dorilar ro'yxati yoki imtiyozli davolanish masalasini ko'rib chiqishda kerak bo'ladi. Masalan, pensionerda diabet bor, u har oy dori oladi. Ba'zi hududlarda ayrim kasalliklar bo'yicha bepul dori ta'minoti, dispanser nazorati, tahlillar yoki to'r mutaxassis ko'rigiga yo'llanma olish imkoniyati bo'ladi. Lekin odam poliklinikaga faqat doktor
Dorim tugadi deb boradi-yu. Menga bepul yoki imtiyozli dori ro'yxati bo'yicha nima tegadi deb so'ramaydi. Natijada har oy 200 ming, 300 ming, ba'zan 500 ming so'mgacha doriga pul ketadi. Pensiya guvohnomasining yashirin kuchi shundaki, u sizning yosh va ijtimoiy maqomingizni isbotlaydi. Agar pensionerda nogironlik guvohnomasi ham bo'lsa, imkoniyatlar yanada kengayishi mumkin. Shuning uchun men har bir pensionerga oilaviy shifokoridan aniq so'rashni maslahat beraman. Mening tashxisim bo'yicha bepul dori. Imtiyozli tahlil. Sanatoriyaga yo'llanma yoki boshqa tibbiy yordam bormi? Bu savolni berish uyat emas. Bu sizning huquqingiz. Ko'pchilik sanatoriy yo'llanmasi faqat tanish-bilish orqali olinadi deb o'ylaydi. Amaliyotda navbatlar, hujjatlar va cheklovlar bo'lishi mumkin. Lekin pensiya guvohnomasi bor inson sanatoriy yoki reabilitatsiya xizmatlariga murojaat qilish imkoniyatini tekshirtirish kerak. Ayniqsa yurak-qon tomir kasalliklari, harakatlanish muammolari, insultdan keyingi tiklanish, bo'g'im va umurtqa kasalliklari, nafas yo'llari muammolari bo'lgan pensionerlar bu masalada faol bo'lishi zarur. Hayotiy misol. 69 yoshli ota insultdan keyin qo'li va oyog'ida kuchsizlik bilan qolgan. Uydagilar endi yoshi katta, nima ham bo'lardi deb o'tiradi. Lekin reabilitatsiya vaqtida boshlansa, odamning yurishi, qo'lini ishlatishi, o'ziga xizmat qilishi yaxshilanishi mumkin. Bu esa oilaga ham yengillik beradi. Agar u umuman yotib qolsa, farzandlar ishdan qoladi, parvarish xarajati oshadi. Demak, bir vaqtida olingan yo'llanma nafaqat sog'liq, balki oilaviy iqtisod uchun ham foyda. Buning uchun poliklinikadagi shifokor tibbiy xulosa, tashxis, dispanser nazorati ma'lumotlari kerak bo'lishi mumkin. Pensiya guvohnomasi esa pensioner maqomini ko'rsatadi. Muhimi, yo'llanma bormi deb bir marta so'rab qo'yish yetmaydi. Ariza, navbat, komissiya hududiy tartibni aniqlash kerak. Transport imtiyozlari hududga, transport turiga va amaldagi mahalliy qarorlarga qarab farq qilishi mumkin. Ba'zi joylarda pensionerlarga ma'lum kunlarda, ma'lum yo'nalishlarda yoki ayrim toifadagi shaxslarga chegirma bo'lishi mumkin. Ba'zi hollarda nogironligi bor pensionerlar, urush va mehnat faxriylari, alohida ijtimoiy toifalar uchun alohida imtiyozlar mavjud bo'ladi. Bu yerda eng katta xato shuki, odam men bir marta avtobusda so'radim, haydovchi yo'q dedi. Demak, imtiyoz yo'q deb o'ylaydi. Haydovchi har doim ham qonun va mahalliy qarorlarni to'liq bilmasligi mumkin. To'g'ri manba transport boshqarmasi, shahar hokimligi, davlat xizmatlari markazi yoki rasmiy e'lonlardir. Masalan, pensioner har kuni poliklinikaga qatnaydi. Yo'lga kuniga 8 ming so'm ketsa, oyiga 20 kun qatnasa 1,6 ming so'm bo'ladi. Agar u biror transport kartasi, ijtimoiy karta yoki mahalliy chegirma orqali xarajatni kamaytira olsa, yiliga sezilarli pul tejaydi. Pensiya guvohnomasi bu holatda chegirma olish yoki maqomni tasdiqlash uchun kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir pensioner o'z hududida transport bo'yicha aynan qanday yengillik borligini tekshirtirishi kerak. 5-imkoniyat. Bank xizmatlarida qulaylik. Kredit va karta bo'yicha alohida shartlarni so'rash pensiya bank kartasiga tushadigan bo'lsa, ko'p pensionerlar kartadan faqat pul yechib olish uchun foydalanadi. Lekin banklar pensioner mijozlar uchun ayrim xizmatlarni qulaylashtirishi mumkin. Komissiya kamroq bo'lishi, SMS xabarnoma, mobil ilova yordamida to'lov qilish, kommunal to'lovlarni navbatsiz amalga oshirish. Ayrim omonat turlarida qulay shartlar, ba'zi kredit mahsulotlarida alohida yondashuv. Men bu yerda juda ehtiyotkor bo'lishni ham aytaman. Pensiya guvohnomasi borligi kredit olish kerak degani emas. Aksincha, pensionerlar firibgarlarning eng ko'p nishoniga aylanadi. Sizga imtiyozli kredit chiqdi. Kartangiz blok bo'ladi. Pensiyangiz ko'paydi, kodni ayting degan qo'ng'iroqlarga hech qachon ishonmang. Bank xodimi hech qachon telefon orqali SMS kod, karta paroli, PIN kod so'ramaydi. Hayotiy misol, 65 yoshli ayolga telefon qilishadi, pensiya kartangizni yangilaymiz, kodni ayting deyishadi. U kodni aytadi. Kartasidan 2 million so'm yechib olinadi. Agar u bilganda edi, pensiya guvohnomasi bankda faqat shaxsni va maqomni tasdiqlash uchun kerak. Telefon orqali hech qanday tasdiqlash qilinmaydi. Bunday zarar ko'rmasdi. Bankka borganingizda shunday so'rang. Men pensionerman, kartam bo'yicha komissiya, to'lovlar, omonat, kommunal to'lov, navbat yoki masofaviy xizmatlarda qanday qulayliklar bor? Bu savolni berish orqali siz mavjud imkoniyatlarni bilib olasiz. Ko'pchilik pensionerlar uy, yer
garaj, dala hovli yoki boshqa mulk bo'yicha soliq masalasini umuman tekshirtirmaydi. Soliq keldi, to'lash kerak deb o'ylaydi. Lekin ayrim toifadagi pensionerlar uchun mol mulk solig'i yoki yer solig'i bo'yicha imtiyozlar, kamaytirishlar yoki alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Mulk turi, maydoni, shaxsning toifasi, nogironligi, faxriy maqomi, yagona uy-joy ekanligi kabi omillarga bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, pensionerning nomida bitta uy bor. Har yili soliq keladi. U hech qachon soliq idorasiga borib, mening maqomim bo'yicha imtiyoz bormi deb so'ramagan. Agar unga qisman imtiyoz tegsa-yu, u ariza bermagan bo'lsa, u ortiqcha to'lab yurishi mumkin. Ayrim holatlarda imtiyoz avtomatik ko'rinishi mumkin, lekin ma'lumotlar bazasida xatolik bo'lsa, tizim uni ko'rmasligi ham mumkin. Masalan, pasport ma'lumoti yangilangan, kadastrdagi ism familiya boshqacha yozilgan. Pensiya ma'lumoti bog'lanmagan bo'lishi mumkin. Men tavsiya qilaman, soliq mobil ilovasi, soliq inspeksiyasi yoki davlat xizmatlari orqali qarzdorlik va imtiyozlarni tekshiring. Pensiya guvohnomasi, pasport yoki ID karta, kadastr hujjatlari bilan murojaat qiling. Agar imtiyoz bor deb hisoblansa, ariza yozing va javobni rasmiy oling. 7-imkoniyat. Davlat xizmatlari markazlarida va ayrim idoralarda navbat va to'lov bo'yicha yengilliklarni so'rash pensionerlar ko'p hollarda idora yurishdan charchaydi. Kadastr, notarius, FHDYO, pensiya, soliq, bank, poliklinika, mahalla hokimlik bularning hammasi vaqt va asab talab qiladi. Ayrim davlat xizmatlarida ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslar keksalar. Nogironligi bor insonlar uchun navbatni yengillashtirish, uyga borib xizmat ko'rsatish, vakil orqali murojaat qilish yoki to'lov bo'yicha yengilliklar bo'lishi mumkin. Bu degani har bir joyda pensioner albatta navbatsiz kiradi degani emas. Lekin agar insonning yoshi katta, harakatlanishi qiyin, sog'lig'i og'ir bo'lsa, u xizmat ko'rsatish tartibida yengillik so'rashga haqli. Pensiya guvohnomasi bu yerda yosh va maqomni ko'rsatadi. Tibbiy hujjat esa holatni tasdiqlaydi. Masalan, yetim tashli yoshli otaxon kadastr hujjatini olish uchun 2 marta borib, navbatda tura olmay qaytgan. Farzandi davlat xizmatlari markaziga oldindan qo'ng'iroq qilib, otam pensioner, yurishi qiyin, qanday tartib bor deb so'rasa, elektron navbat, vakolatnoma, onlayn ariza yoki boshqa yengil yo'l topilishi mumkin. Muammo shuki, odamlar xizmatni talab qilishni bilmaydi. Menga qulayroq yo'l bormi degan savolni berish kerak. Pensiya guvohnomasi meros masalalarida ham bevosita yoki bilvosita ahamiyatli bo'lishi mumkin. Ayniqsa, pensioner marhumning qaramog'ida bo'lgan bo'lsa, boquvchisini yo'qotgan bo'lsa, majburiy ulush, aliment, parvarish yoki moddiy ta'minot bilan bog'liq huquqiy masalalar yuzaga kelganda uning ijtimoiy maqomi muhim bo'lishi mumkin. Men bu yerda aniq aytaman, har bir meros ishi alohida ko'riladi. Shuning uchun notarius yoki yurist bilan maslahatlashish zarur. Hayotiy misol, vafot etdi, uy uning nomida. Ayol pensioner, ko'p yillar shu uyda yashagan. Farzandlar uy faqat bizga qoladi deb aytishi mumkin. Ayol o'z huquqlarini bilmasa, o'z ulushidan voz kechib yuborishi yoki hujjatga tushunmasdan imzo qo'yishi mumkin. Pensiya guvohnomasi uning yoshi va ijtimoiy holatini ko'rsatadi, lekin eng muhimi, u notariusga borib, mening majburiy ulushim, turmush o'rtog'i sifatidagi ulushim, merosdagi huquqim qanday deb so'rash kerak. Pensionerlar hujjatga imzo qo'yishda juda ehtiyot bo'lish kerak. Bu shunchaki rasmiyatchilik. Imzo qo'ying, keyin tushuntiramiz degan gaplarga ishonmang. Har bir hujjatni o'qib, tushunib kerak bo'lsa, mustaqil yuristga ko'rsating. Pensiya guvohnomasi sizni zaif emas, aksincha huquqi bor shaxs sifatida ko'rsatadi. 9-imkoniyat. Mahalla va ijtimoiy himoya orqali moddiy yordam, parvarish va uyda xizmat olishni so'rash. Eng muhim va eng ko'p e'tibordan chetda qoladigan imkoniyat shu. Yolg'iz keksalar. Farzandlar uzoqda bo'lgan pensionerlar, kasalmand yoki harakatlanishi qiyin insonlar, daromadi dori-darmonga yetmaydiganlar ijtimoiy xizmatlar bo'yicha murojaat qilish kerak. Bu faqat bir martalik pul yordami emas. Ba'zi holatlarda oziq-ovqat yordami, dori-darmon masalasida ko'mak, uyda parvarish, ijtimoiy xodim tashrifi, psixologik yoki huquqiy maslahat, nogironlikni rasmiylashtirishga yordam kabi xizmatlar bo'lishi mumkin. Masalan, devindim yoshli onaxon yolg'iz yashaydi. Pensiyasi bor, lekin ko'zi yaxshi ko'rmaydi. Bozorga borishi qiyin, uyini yig'ishtira olmaydi. Qo'shnilar yordam beradi. Lekin bu doimiy emas. U mahallaga murojaat qilsa, uning holati o'rganilishi,
ijtimoiy xizmatga ehtiyoji bor yo'qligi aniqlanishi mumkin. Pensiya guvohnomasi bu jarayonda asosiy hujjatlardan biri bo'ladi. Agar onaxon umuman murojaat qilmasa, tizim uni ko'rmay qolishi mumkin. Men har doim aytaman, davlat yoki mahalla sizning eshigingizni taqillatib, barcha imtiyozlarni birma-bir sanab bermaydi. Ko'p narsada tashabbus sizdan yoki farzandlaringizdan chiqishi kerak. Ariza berilsa, mas'ullar javob berishga majbur bo'ladi. Og'zaki gap bilan qolmang, yozma murojaat qiling. Kimlar albatta xavotir olib tekshirtirishi kerak va kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Endi eng muhim savol. Bu imkoniyatlar kimlarga ko'proq tegishli? Men birinchi navbatda yolg'iz yashovchi pensionerlar, daromadi faqat pensiyadan iborat bo'lganlar, og'ir kasalligi borlar, nogironligi mavjudlar, doimiy dori ichadiganlar, uy-joyi eski yoki kommunal xarajatlari yug'ori bo'lganlar, farzandlari chetda yoki boshqa viloyatda yashaydiganlar, meros yoki mulk nizosi borlar albatta tekshirtirishi kerak deb hisoblayman. Masalan, pensiyasi 1 million 300 ming so'm bo'lgan, oyiga 400 ming so'm doriga, 300 ming so'm kommunalga, 200 ming so'm yo'l va oziq ovqatga sarflaydigan pensionerda real hayotda pul yetishmasligi tabiiy. U pensiya bor-ku deb yordamdan mahrum bo'lib qolmasligi kerak. Ijtimoiy yordam daromadning bor yo'qligiga emas, ko'p hollarda ehtiyoj, oila tarkibi, sog'liq, yashash sharoiti va boshqa omillarga qarab baholanadi. Kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Agar pensionerning daromadi yetarli bo'lsa, farzandlari muntazam yordam bersa, sog'lig'i yaxshi bo'lsa, mulk va soliq masalalari tartibda bo'lsa, u shoshilinch xavotir qilmasligi mumkin. Lekin bu umuman tekshirmang degani emas. Hech bo'lmasa yiliga bir marta hujjatlarni, soliqni, bank kartasini, tibbiy imkoniyatlarni va ijtimoiy imtiyozlarni tekshirtirib qo'yish kerak. Chunki qonunlar, mahalliy tartiblar va davlat dasturlari o'zgarib turadi. Birinchi nozik jihat, pensiya guvohnomasi borligi avtomatik ravishda hamma imtiyoz beriladi degani emas. Bu juda muhim. Guvohnoma maqomni tasdiqlaydi. Lekin har bir imtiyozning o'z sharti bor. Masalan, transportda bir tartib, tibbiyotda boshqa tartib, soliqda yana boshqa tartib. Shuning uchun men pensionerman, menga hammasi bepul bo'lishi kerak deb emas. Men pensionerman. Qaysi toifa va qaysi shart bo'yicha menga nima tegadi deb yondashish kerak. Ikkinchi nozik jihat, hududlar bo'yicha farq bo'lishi mumkin. Toshkent shahridagi tartib bilan viloyatdagi tartib bir xil bo'lmasligi mumkin. Ayrim yangiliklar mahalliy byudjet, hokimlik qarori yoki alohida dasturga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun qo'shningiz olgan yordam sizga ham avtomatik tegadi deb o'ylamang, lekin qo'shningiz olgan bo'lsa, siz ham tekshirtirishga haqlisiz. Uchinchi nozik jihat, hujjatlardagi kichik xatolar katta muammo qiladi. Ism, familiya bir joyda O'g'loy, boshqa joyda O'g'loy yozilgan bo'lishi, tug'ilgan sana xato kiritilishi, kadastrdagi ma'lumot pasport bilan mos kelmasligi, bankdagi telefon raqam eski bo'lishi mumkin. Bunday holatda imtiyoz chiqmaydi, to'lov kechikadi yoki ariza qaytadi. Shuning uchun hujjatlar bir-biriga mosligini tekshiring. To'rtinchi nozik jihat, vositachilarga ishonmang. Men pensiyangizni oshirib beraman, imtiyoz chiqarib beraman, sanatoriyaga yo'llanma olib beraman deb pul so'raydiganlar uchrab turadi. Rasmiy xizmatlar rasmiy tartibda amalga oshiriladi. Agar kimdir pul so'rasa, kvitansiya, shartnoma, rasmiy asos so'rang. Shubhali holatda ishonch telefoniga yoki tegishli idoraga murojaat qiling. 5-nozik jihat. Pensioner nomiga kredit, kafilik yoki ishonchnoma rasmiylashtirishda juda ehtiyot bo'ling. Ba'zi farzandlar yoki tanishlar faqat nomingiz kerak deb pensioner nomiga kredit oladi, keyin to'lamaydi. Natijada pensiya kartasiga ijro hujjati tushishi, qarzdorlik paydo bo'lishi, oilada mojaro chiqishi mumkin. Hech qachon tushunmagan hujjatga imzo qo'ymang. Birinchi qadam pensiya guvohnomangiz, pasport yoki ID kartangiz, STIR, bank kartangiz, kadastr hujjatlari, tibbiy ma'lumotlaringiz va nogironlik bo'lsa, tegishli hujjatlarni bitta papkaga tartiblab qo'ying. Farzandlaringizga ham qayerda turganini ayting. Hujjat yo'qolsa yoki muddati o'tgan bo'lsa, uni tiklash tartibini davlat xizmatlari markazidan so'rang. Ikkinchi qadam, mahallaga yoki hududingizdagi ijtimoiy xizmat markaziga boring. Men pensionerman, mening holatim bo'yicha ijtimoiy yordam, kommunal yengillik, uyda parvarish, oziq-ovqat yoki dori-darmon bo'yicha ko'mak, boshqa dasturlar bormi deb yozma ariza qoldiring. Arizaning nusxasini yoki ro'yxatga olingan raqamini olib qo'ying. Uchinchi qadam, poliklinikaga boring.
oilaviy shifokorga pensiya guvohnomasi va mavjud tashxislar bilan murojaat qiling. Mening kasalligim bo'yicha bepul dori imtiyozli tahlil to'r mutaxassisga yo'llanma, sanatoriy yoki reabilitatsiya imkoniyati bormi deb so'rang. Javobni aniq yozib oling. 4-qadam. Sog'liq va kadastr masalasini tekshiring. Nomlaringiz mosmi? Qarzdorlik bormi? Imtiyoz qo'llanganmi? Mulk soni va maydoni to'g'ri ko'rsatilganmi? Bularni bilib oling. Agar tushunmasangiz. Farzandingiz bilan soliq inspeksiyasiga yoki davlat xizmatlari markaziga boring. 5-qadam. Bank kartangiz xavfsizligini tekshiring. Telefon raqamingiz o'zingizniki bo'lsin. SMS kodlarni hech kimga aytmang. Mobil ilovadan foydalansangiz, parolni yozib hamma ko'radigan joyga qo'ymang. Bankka borib, pensionerlar uchun qanday xizmatlar borligini so'rang, lekin keraksiz kreditga shoshilmang. 6-qadam. Agar meros, uy-joy, ishonchnoma yoki sovg'a qilish masalasi bo'lsa, notariusga yolg'iz bormang. Ishonchli farzand, qarindosh yoki mustaqil yurist bilan boring. Imzo qo'yishdan oldin bu hujjatning oqibati nima deb so'rang. Uy-joydan voz kechish, ulushni berish, ishonchnoma berish juda jiddiy qaror. Pensiya guvohnomasi oddiy hujjat emas. U sizning pensioner maqomingizni tasdiqlaydi va shu maqom orqali kommunal yengilliklar, tibbiy xizmatlar, sanatoriy yo'llanmalari, transport imkoniyatlari, bank qulayliklari, soliq imtiyozlari, davlat xizmatlarida yengillik, huquqiy himoya va ijtimoiy yordam masalalarini tekshirtirishga yo'l ochadi. Eng asosiysi, hech narsani o'z-o'zidan bo'ladi deb kutmang. So'rang, ariza bering, rasmiy javob oling, hujjatlaringizni tartiblang. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki oilangizda pensioner ota-onangiz, bu bobongiz bo'lsa, bugunoq ularning pensiya guvohnomasini olib, qaysi imkoniyatlardan foydalanayotganini tekshiring. Balki ular yillar davomida o'zlariga tegishi mumkin bo'lgan yengilliklardan bexabar yurgandir. Sizning hududingizda pensionerlar uchun qanday imtiyozlar bor? Siz yoki yaqinlaringiz pensiya guvohnomasi orqali biror yengillik olganmisiz? Tajribangizni izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangizga, qarindoshlaringizga, qo'shnilaringizga albatta yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot bir pensionerning hayotini ancha yengillashtirishi mumkin.